Bismillah. Mana ko'ksa artrozda keyin ko'ksa artrozdan muolaja olib, yaxshi bo'lib ketuvdilar. Ma'lum sabablardan keyin yana qaytib keldilar. O'zlaridan bir eshitib olsak bo'ladi. Sizni nima bezovta qilardi? Ko'ksa artrozi 3-stependa MRT 3-stepen bergan ko'ksa artrozi. Og'riq qanaqa edi? Og'riqlar juda yomon edi. O'zi abiz bo'lishidan keyin shuni ko'rib, Instagramda ko'rganman. Kelganman, keyin dori boshlagandan keyin qolgan. Qaysi tarafda ko'ksa artroz bergan bo'lsa yota olmasdim. Suyagingiz og'riydi. Endi shunaqa og'riqlar bor edi, ko'p yura olmasdim. Yursam uje o'tirib olgim kelardi. Endi mazam bo'lmay qolardi. Ko'p joyga yura olmasdim. Endi og'riq, birinchi og'riq edi. Boshladim, avgustdan aytishni boshladim. Aniq bilaman-da, dekabr, yanvar sovuq bitta joyim og'rimayapti-da. Yo'q, umuman og'riq o'zi yo'q-da. Keyin aytaman, voy deyman, dori-da endi umuman o'zi qolib ketdi og'riqlar, hech qanaqa biz bo'lishini ichmadim. Mart ancha yaxshiman. Keyin shu o'g'lim uy qildi, bu bo'ldi-da, kelib o'zim bormadim. Bu yerda bundan bekitishim. Yaxshi yurdim, lekin yurdim, yoz yaxshi yurdim, bahor ichi. Og'riq bo'lsa kelardingiz, yaxshi bo'lgani uchun. Yaxshi bo'lganim uchun. Qo'yningizga uy olish, to'y qilish siqqanda. Ha, o'shaning uchun-da, keyin mana shu sentyabr ayni to'yga yugur bozorga bordi. Ana og'riqda yurmadi vaqtida. Aytaman, qachon to'y o'tarkin deyapman-da. Aytdim, mana ko'rsatdim-ku, 17-da to'yimiz bo'ldi. 17-oktyabr to'y, bugun 20-chi. Uje chopib keldim endi 1-2 kun mehmon, 3 kunda aytdim to'y o'tsin. Sentyabrlardan boshladi. Endi men salqin havo kirganiga deb o'yladimmi? Yana o'sha og'riqlar deb aytdim, yo'q, borib ichaman. Nega desa bittada mash ajib ko'z. To'g'risi, ana aytdim, tegida o'zi yuqib qolganda endi hafsala qilmagan. O'shalarni ham suyuq qilib ichdimki, lish bir og'riq qolsin deb qancha ketanaldo degan hamma hozir abiz balishingdan sana beraman o'sha endi 1 oy ichida to to'ylab o'tguncha 1,5 oy ichida endi. O'zi keyin bundoqda dorini ichdingiz, biz aytgan paytda ichgandan keyin qayta MRT qilib ko'rishimiz kerak-da. Ko'rishingiz kerak edi. O'zi o'shanda o'g'lim aytdiki, "Oy, davay MRTga borishimiz kerak. Endi har gal MRT olib keldinglarmi, endi effektini ko'rish kerak bo'ladi." Aytvaman, shu hammasi finansga taqaldi-da. Keyin yo'q, yaxshiman, odam birinchi yaxshi bo'lib qolsa shunaqa bo'ladi o'zi. Og'riqlar keyin qarasam yana tizzamni bukomi ham kelganman sizga eshitdingizmi? O'zlarga qiynalyapman deb aniq. Mana esimdan chiqib qoladi. Aytib bersangiz eslayman-da. Yo'q, tizzam keyin yana bitta tizzam qishtimi zinalardan ham tushib chiqib, yana mana aniq qilib qo'y. Olgan uyda ham da zina bor edi, voy dedim. Endi asal og'riq bezovta qildi xolos, yurishlari joyida. Yo'q, joyida. Masalan, yuraveraman bemalol, anaqa emas. Endi baribir bo'g'imlarda og'riqlar bo'ldi. Hech qayerga emas dedim, faqat dedim, shu yoqqa dedim, shu yoqqa. Men effektini ko'rganman. Bundoq bo'ladi. Ming tuzalib yaxshi bo'lib ketgan odamni ham xabar olib turamiz. Yilda 1-2 marta profilaktika qilib turinglar deymiz. Sababi shu kasalga chalinishga moyil bo'ladi. Ular masalan shamollasa, stressga tushsa yo bir qanaqadir vaziyatlar bo'lsa, qaytalab qolish ehtimoli bo'ladi ba'zi. Men shu aytvaman, yoz yurdim endi ana oxirida to'y tezlashish kerak, hali uy bitmayapti. O'sha nervim ekan, endi siqildimmi deyapman-da endi. Kuchli to'satdan kuchli og'riq bo'lib qoldi deb. Tuppa-tuz yurgan. Hozir yoniga men qo'shib beraman, chunki ozgina og'riq qoldirib ichganingiz uchun oshqozoningiz bo'lsa, ozgina qiynaldi. Oshqozoningizni, ichagingizni yaxshilab, keyin o'sha son chanog'ingizga boradigan ozuqa tiklanadi. Hozir tomiringizni ko'rdim. Test qilib ko'rdik. Tizzam bitta og'rimadi ham, ishmadi ham. Tizzada umuman tizza hech nima bezovta qilmayapti. Buni ichib keyin MRT qilasiz endi. Endi qilaman. Bir tog' oshib olibsiz-ku. O'tib oldim, xudo xolasa. Katta rahmat. 17-da taklifnomalarda endi yugur chop. Alloh kun sanadi. Shifoyi komil bersin, salomat bo'ling. Amin. Ilohim sizni ham. Alloh bundan ham martabangizni ziyoda qilsin.